Bir tadbirkor do'stim so'rab qoldi. "Aka, men tadbirkorman, oborotimda million pullar aylanadi. Shunday holatda nikohdan o'tishim mantiqiymi?" deb so'rab qoldi. Nikoh bu insonning shaxsiy xohishi. Agar bir insonga ishonsa, u bilan yagona oila bo'lib yashashiga ko'zi yetsa, u bilan nikohdan o'tib oila qurish kerak. Lekin bizning O'zbekiston sharoitida ota-onalar, xudo-andalar, mahalla-ko'y degan narsa bor. Shuning uchun o'zi ishonmaslik masalasini tekshirib o'tirishga vaqt bo'lmaydi, imkoniyat berilmaydi. Shunday ekan, ota-onasini ishonishga majbur bo'lishadi. Bu narsani nega bunday deyapman? Sababi tadbirkor do'stimiz faoliyatida qancha pul aylanishidan qat'iy nazar, nikohdan keyin orttirilgan pul kimning puli bo'lishidan qat'iy nazar, u nikoh davomida orttirilgan boylik hisoblanib, agar nikoh o'rtalarida nikoh shartnomasi bo'lmagan hollarda bu mulk teng ikkiga bo'linadi. Nikoh davrida olingan nechta transport vositasi, avtomobillar, kvartiralar, uchastkalar va boshqa likvidli moddiy qiymatdagi boyliklar xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Bu narsa Oila kodeksining 25-28-moddalarida mustahkamlab qo'yilgan. Endi bu do'stimizga javobim, oila masalasidagi huquq va majburiyatlar faqat mulkiy huquq va majburiyatlarni keltirib chiqaradi. Boshqa uni manfaatli tarafi yo'q deb hisoblayman. Nega deysizmi? Agar o'rtada farzand tug'ildimi, farzandga otalikni belgilash uchun ZAKS qog'ozi bo'lishi shart emas. Yoki bo'lmasa aliment huquq va majburiyatlarini keltirib chiqaruvchi faktor ham umuman nikoh qog'oziga bog'liq emas. Ya'ni nikohi bor yo'qligidan qat'iy nazar otalikni belgilash mumkin, familiyasini berish mumkin, familiyasini o'zgartirish mumkin, farzandlarga va o'zaro munosabatlardagi harakatlarga nikoh qog'ozini umuman daxli yo'q. Nikohni faqat va faqat mulkiy munosabatlarni keltirib chiqaruvchi faktor, asos deb qarash mumkin. Men bu do'stimizga javobim shuki, nikohdan o'tish u uning shaxsiy ishi. Agar nikohdan o'tuvchi insoniga ishonsa, mulkiy munosabatlarda unga teng sherik bo'lishiga rozi bo'lsa, nikohdan o'tishi mumkin. Agar bu narsa uning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi deb hisoblasa, nikohdan avval ham, nikohdan keyin ham oila kodeksiga asosan nikoh shartnomasi tuzgan holda oila qurishi mumkin. Bu albatta O'zbekiston tajribasida endi shakllanib kelayotgan institutlardan biri bo'lib, bugungi kunga qadar juda ham kam miqdorda nikoh shartnomalari rasmiylashtirilgan bo'lsa kerak.